Mandan bunaqa video birinchi marta like bosib poddershka qilgan kuzatuvchilarimdan biriga ajoyib sovg'am bor. Mehmonlar oldi uyaltirib qo'ymaydigan dasturxon tayyorlaymiz. Eng avval bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni olish uchun Erim Mart do'koniga boramiz. Kirishinglar bilan shunaqa qaynoqqina kofelar bilan kutib olishadi. Nima uchun aynan bu do'konga kelaman? Sababi bular birinchi qo'l, mahsulotlar svejiy, assortiment esa juda ham katta. Turli tuman baliqlar, sirlar, souslar deysizmi? Yaxshisi do'konga o'zingiz bir kelib ko'ring, klient bo'lib qolasiz. Eremart do'koni Toshkent shahrida 4 ta filiali bor. Alayski, Mirobod Avenue, Ekobozor Chimgan va Qatortol bozorida. Birinchi qo'l bo'lishganligi uchun ancha-muncha joylardan arzonroq. Bozorlik qilindi, endi uyga borib stol bezaymiz. Oramizda baliqni yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lmasa kerak. Agar sizga baliq yeyish yoqmasa, majburlab bo'lsa ham yeng. Sababi baliq qoni foyda. Baliqdan assorti qilmoqchiman desanglar, do'kon xodimlari sizga qanday baliqlar olishligini o'zligi tavsiya qilishadi. Sirga keladigan bo'lsak, asal yong'oqlar bilan ketadi-yu, nima deydi? Qaytilgan kartoshkani qizigan sariyada 1-2 aylantirib, tuz, ukrop sepasiz va mazasini yeb bilasiz. Pesto sos hamda stristella mani jon udalam. Dasturxonimiz tayyor. Videoni ko'proq mehmon kutadigan tanishingizga yuborib, nodirangizni duo qilishni unutmang.